Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Frostblade kanali. Do'stlar, bugungi videomizda va nihoyat Bedwars o'tgan safargi video Skywars haqida bo'lganda, bugun Bedwars o'ynaymiz. Bedwars menga unchalik yoqmaydi. Unchalik yoqtirmayman, lekin mayli. O'ynab ko'ramiz sherigim. Qotib qolganman, nazarimda interneti yomon bo'lsa kerak, mayli. Hozir bizda qilishimiz kerak bo'lgan narsa ba'zani sherigimizga tashlab ketamiz. U o'zi eplab turadi ba'zani kravatni to'sishni. Biz hozir asosiy qilingan ishimiz almaz yig'ishimiz kerak. Almaz. Sababi almazga yaxshi, ya'ni kuchli broniya yoki qilichlar olsa bo'ladi. Agar bizda ular bo'lsa, bizni o'ldirish juda ham qiyin bo'ladi va bizni yutish ehtimolimiz anchagina ko'tariladi. Albatta PvP mahorat ham kerak. Yaxshi, yana shu yerga kelamiz va bu yerdan ham biroz olib ketamiz. Shunday qilib bizga hozircha 40 ta almas kerak. 20 tasi broniyaga, 20 tasi qilichga va qolganiga blok yoki boshqa fireball shunga o'xshagan narsalar olib tashlaymiz. Fireball dermidi, nimadir derdi. Kela qol. Yaxshi. Nima qilmoqchi bo'ldi hozir bu? Mani urmadi, shunchaki yonimdan o'tib ketmoqchi bo'ldimi? Yaxshi. Qilich olamiz. Ya bu 10 ta olmaz ekan u. Mayli. 20 taga kiyim olamiz do'stlar, broniya. Lekin hozir bizda uncha almaz yo'q, shu sababli ham terib kelishimiz kerak yana. Mayli. Allaqachon sherigimiz skelet qo'yib qo'yibdi. Shu sheriklarni shunisi yaxshiki, ba'zi sheriklar lo'lang bo'ladi-da, qaramaydi. Kravatga qaramaydi yoki PvP qilishni bilmaydi-da. Ba'zadan chiqib ketadi. Kravat ochiqligicha qolib ketadi. Hamma ali o'zini eplay olgan ishini qilish kerak. Bu strategik o'yini. Endi bunday olib qaraganda Bedwars ham. Hozir men asosiysi broniya va qilichni kuchaytirmoqchiman. Ba'zan shusiz ham eplaydi. Ba'zi o'yinchilar shunday qilichni o'zi bilan shunday blokni olib, kravatimizni sindirishdi va qarash kerak edi kravatga. Nimaga to'smagansan kravatni? Men seni maqtab yotibman ekan. Mayli, hozir o'zini o'ldiramiz. Mayli, bizda kravatimizni sindirdi. Hozir o'zini kravatini sindirib kelaman. Bir o'zim bo'lsa ham, 2 kishi bo'lsa ham farqi yo'q. Osonlikcha. Xuddi shunday va tamom. Hozir ikkalasini ham o'ldiramiz do'stlar. Yaxshi. Bo'ldi. Hadi. Endi yana ishimizda davom etamiz. Hozir agar adashmasam bir donagina jamoa qolibdi. Boshqa ko'p edi agar adashmasam. 8 ta bo'lsa, to'g'ri. 4 ta jamoa bor edi. Hozir men bilan qizil qolibdi. Qizil hali ham to'smagan. Yoki to'sgan bo'lsa, allaqachon portlatib ketishgan. Kravatni sindirishga ulgurishmagan. Mana kravatni sindiramiz, endi o'zini o'ldiramiz. E'tiborli bo'lish kerak edi. E'tiborli bo'lish kerak edi demoqchi edim. G'alaba bilan tabriklashinglar mumkin. Hop, keyingi o'yin endi yaxshi. Hop, bizning sherigimiz bu axir o'tgan o'yinda birinchi bo'lib shu qizni o'ldirgandik. Juda ham oson o'ldirgandik. Hech qilib xato bo'lmasin, bu sherik bo'lgani bu qiz bizga. Hozir jamoalar qirilib ketishni boshlashadi. Biz o'zimizni kerak narsalarimizni olgunimizgacha, sababi ko'p o'yinchilar o'ziga ishonsa kerak. Ko'p bu serverda asosan kuchli o'yinchilar ham juda ham ko'p bo'ladi-da. Shunday blokni olishadi-yu ketishadi. Boshqalarning kravatini sindirgan oddiy qilich bilan shunchaki qo'lida blok bilan. Shunday qilib bir-birini bazasini qirib yuborishadi hozir. Kim bu endi? Yaxshi kela qol.
Yaxshi. Buni o'ldirish oson bo'lar ekan. Qochib, mayli. O'z ishimizda davom etamiz. Bunga e'tibor bering. Sindirdi. Nima kravatga qaramaydi? Mayli, hayb o'zimda. Qiz bolani tashlab ketmaslik kerak edi balki. Yaxshi, foydasi tegdi-ku, lekin sana ham o'zishga to'g'ri keladi. Bu yoqqa kel. Men hamma bizga tashlanyapti. Sizlar ko'ryapsizlar. Mayli, playmiz. Yo'q, qochamiz. Xato. Bu katta xato edi. Ortimizdan kelishmayotgan bo'lsa yo'q. Yaxshi, kelishmayapti. Bizda kravatimiz sindirilgan, lekin harakat qilamiz. Kravatsiz eplab ketishga. Agar bilsangiz, kravatimiz bo'lmasa, biz bir marta o'lsak, qayta tirila olmaymiz. Shu bilan o'yindan chiqib ketamiz. Shuning uchun dushman qo'lida ham yoki bu oroldan yiqilib ham o'lmaslikka harakat qilamiz. Bir dona xato va o'yin tugashi mumkin va video ham rasvo bo'lishi mumkin. Kimdir kelyapti ortimizdan. Yo'q. Agar e'tibor bersangiz, ana u ba'zi jamoalarda odam bir dona qilib ko'rsatilyapti. Misol mana shu sariqda bular ikkita ekan. Lekin bu yerda bitta. Demak, ular jamoadosh emas, o'ldi ana. O'ng tomonda statistikaga turibdi. Hozir bizdan qochgan narigini qo'lida o'ldi, ana sariqni qo'lida. Sariq jamoadagi bir dona kishini qo'lida o'ldi va statistikadan uni chiqarib yuborishdi. Nima deb tushuntirishni bilmayapman. Ya'ni bu yerda bir dona ko'rsatilganlar, ya'ni ular kravati singan 100%, sababi ular sherigi yo'qligidan ham bilsa bo'ladi. Biz bilan kimdir qoldi. Ularni sherigi yo'qligidan ham bilsa bo'ladi, ya'ni kravati singan, sherigi o'lgan va u qaytib tirilmagan, u bir o'zi qolgan. Hozir ikkitasi bir-birini o'ldirib qo'ydi, agar adashmasam. Shunday qilib hozir biz ikkita jamoa birga qolganmiz. Hozir bizga kerak qani edi? Fireball. Mana. Ko'pgina fireball olamiz, kerak bo'lib qolishi mumkin albatta. Hozir bizda to'liq ikkita jamoadosh bor. Ikkitamiz biz va qizilda bir dona qizil topamiz va shunchaki o'ldiramiz. Qizil tepamizda o'tib ketdi. Mayli, e'tibor beramiz. Hozir unga vaqt ajratishga ulguramiz, shunchaki men bu yerda sindirayotganini bilmadim. Sherigi buni hal qilibdi do'stlar. Bugungi video tugadi. Barchangizga ko'rishguncha deb qolaman. Hammaga xayr.